Prezidentimiz tomonidan yoshlarimiz uchun anchayin imkoniyatlar qamrovi kengdir. Mana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanib kelayotgan yoshlarimiz, ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan ayol qizlarimiz ko'pgina. Ular hattoki turli xil tanlovlarda g'olib ham bo'lishgan. Bugun esa biz mana shunday yoshlarımizdan biri Alfiya Amangeldiyeva bilan suhbatlashamiz. Qani, ketdik. Men Amangeldiyeva Alfiya, Ajinyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti filologiya fakulteti talabasiman. Hozirda talaba bo'lish bilan bir qatorda yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yoshman deb o'zimni ayta olaman. Sababi barchamiz bilamiz, yurtimizda IT sohasida va sun'iy intellekt sohasida juda ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Albatta, men ham shu imkoniyatlardan hozirda unumli foydalanib kelmoqdaman. O'sha IT sohasida va sun'iy intellekt sohasida har xil mentorlik kurslarida va treninglarda, shu bilan bir qatorda master klasslarda faol ishtirok etib kelaman. Va buning natijasida faqatgina nazariygina bilimlarni olib qolmasdan, amaliyotda ham o'z bilimlarimni yetishtirib va amaliyotda ham sinab ko'rmoqdaman startap loyihalarim va startap g'oyalarim bilan. Albatta, bu yurtimizda yaratilayotgan IT sohasida va sun'iy intellekt sohasidagi imkoniyatlar natijasida o'sha o'zimda yanada bilimlarimni oshirib, IT sohasidagi bilimlarimni oshirib, yoshlarning, ayniqsa o'sha innovatsion texnologiyalar sohasidagi qizlarning sonini ko'paytirishni oldimga katta maqsad qilib qo'yganman. Va yurtimizda o'tkazilayotgan Mirzo Ulug'bek vorislari ko'rik-tanlovi, ya'ni iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan, shu bilan bir qatorda Nodira davronlar ko'rik-tanlovi va raqamli avlod qizlari ko'rik-tanlovlari g'olibiman. Bu respublika tanlovlarida o'zimning startap loyihalarim bilan faol ishtirok etganman. Aynan muvaffaqiyatlarim orasida raqamli avlod qizlari tanlovi juda katta o'rin egallagan desam adashmagan bo'laman. Bu tanlovga o'zimning Eko Orol nomli loyiham bilan qatnashganman. Ya'ni barchamiz bilamiz, Orol muammosi bu nafaqat O'zbekiston va Qoraqalpog'iston muammosi, bu global muammo hisoblanadi. Aynan shu global muammoni yechish uchun, ya'ni u yerdagi suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasining buzilishi, iqlim o'zgarishi aynan nafaqat O'zbekiston va Qoraqalpog'iston aholisi, ayniqsa global aholiga ham ziyon yetkazmoqda. Buning oldini olish uchun gidrogel yordamida yashil zonalarni barpo etish nomli loyiham bilan qatnashganman. Loyihada juda ham raqobat kuchli bo'lgan, ya'ni bu loyihada qizlar 140 dan ortiq loyihalar faol ishtirok etishgan. Shu bilan bir qatorda raqamli avlod qizlari chet ellik qizlarni ham o'ziga jalb qiladigan tanlov hisoblanadi va men qatnashgan yilda Birlashgan Arab Amirliklari, Iordaniya va shu bilan bir qatorda Ozarbayjon davlatlaridan ham qizlar kelishgan va o'z loyihalari bilan qatnashgan. Hakamlar hay'ati ham aynan Amerikadan va chet ellik hakamlar hay'ati tuzilgan va bizning loyihalarimizni o'sha globalligiga qarab, dolzarbligiga qarab va aynan qanday muammoni yechishiga qarab bizlarning loyihalarimiz saralangan. Qoraqalpog'istonning chekka bir tumanining qiziman va yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlar va qizlarga qaratilayotgan imkoniyatlar natijasida Amerikaga borishdek orzuyim ushaldi. Aynan o'sha Amerikada biz nufuzli universitetlardan bo'lgan MIT va Garvard universitetlarida IT sohasida va sun'iy intellekt sohasida katta professorlardan o'z bilimlarimizni oldik va yurtimizga katta bir global fikrlaydigan yosh bo'lib, katta motivatsiyaga to'lib qaytib keldik. Hozirda qizlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlab, ularni startap loyiha darajasiga olib chiqish uchun harakat qilyapmiz va tanlovlarda ishtirok etyapmiz. Hurmatli prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga qaratilayotgan imkoniyatlarni va shart-sharoitlarni juda yuqori baholayman. Sababi har bir yoshning ta'lim olish uchun ularning imkoniyatlari juda ham ko'p. Faqatgina biz shu imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz kerak, o'qib, izlanib, harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Ya'ni qizlarning masalan magistraturada ta'lim olishning, ta'lim kontraktlarining to'lab berilishi ayniqsa qizlar uchun katta imkoniyatlardan biri. Aynan o'sha yoshlarimizning yanada chet ellarda ta'lim olishlari uchun xalqaro dasturlar, tanlovlar qo'llab-quvvatlanishi albatta bu biz uchun katta imkoniyatlar. Bunday imkoniyatlardan biz faqat o'qib, o'rganib, yanada unumli foydalanishni maqsad qilib qo'yishimiz kerak. O'zimning tengdoshlarimga ham yurtimizdagi yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga chaqiraman va har doim o'qishdan, izlanishdan
to'xtamaslikni tilab qolgan bo'lar edim. Bugungi kunda mamlakatimizdagi har bir oliy ta'lim muassasalarida Alfiya kabi ilm-fanga intiluvchan yoshlarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. U ham ayol qizlarimizni axborot texnologiyalari sohasiga jalb etishni asosiy maqsad qilib olgan ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yangilanishlar hammasi oldinda.